Assalomu alaykum. Musofirchilikda Moskvada, Sankt-Peterburgda yurgan aka-ukalar, avtobus reyslarimiz bor. Reyslar Moskvadan Sankt-Peterburgdan har kuni bo'lyapti. Kimga qiziq bo'lsa, ekranda nomerlarni qo'yamiz. Telefon qilib kelaverasizlar. Ishonchli nomerlar ekranda bo'ladi. Tanlovda tashmanglar. Avtovokzaldan avtovokzalga primoy reyslar bo'ladi. Nomerlarni qo'yamiz. Bitta O'zbekiston, bitta rossiyskiy nomer bo'ladi, do'stlar. Registratsiyasi kuygan, registratsiyasi o'tib ketgan, patenti kuygan, reyestrga tushgan aka-ukalarni olib ketamiz. Yo'lkadan tashqari 3-4 so'm rasxoti bo'ladi. O'zbekiston nomerdagi komfort avtobuslar. Kimga qiziq bo'lsa, bitta like bosib, podpiskani bosib, podashkada bo'laverasizlar. Avtobuslarimiz komfort, cho'tki avtobuslar. Sediashli avtobuslar, do'stlar. Telefon qilib kelaverasizlar, ekranga nomerlarni qo'yamiz. Avtovokzaldan avtovokzalga biletlar asosida ketiladigan avtobuslarimiz, do'stlar. Avtobusda hamma sharoitlari bor. Ayol kishilar ham ketsa bo'ladi, bolalar ham ketsa bo'ladi. Oldidan chiroyli qilib joylarni qilib beramiz, do'stlar. Komfort avtobus xizmatlari, do'stlar. Telefon qilasizlar, like'larda, podpiskalarda bosib qo'ysanglar, podashka bo'ladi. Jo'natib qo'yasizlar tanish bilishlarga. Avtobuslarimiz komfort, hamma sharoiti bor. Hozir ichlarini ham ko'rsatib chiqaman. Mana avtobus ichki holatlari. Telefon qilib kelaverasizlar. Hamma sharoitlari bor. Reysiy avtovokzaldan nomerlarni yozib qo'yamiz, telefon qilib kelaverasizlar. Joylashib oldingizmi, yaxshi? Komfort, kullerlar, hamma sharoitlari bor avtobus, do'stlar. Aka-ukalar o'tiribdi. Joylashib oldingizmi, shef? Sizchi? Joylashib oldik. Yaxshimi sharoitlar? Yaxshi sharoitlar, zo'r. Ana akamiz avtovokzal oldiga kelib kutib turibdi ekan, telefon qilib. Nasib bo'lsa, insonga yetolsak, Xudo xolasa. qolgan xudo xolasa. Kommentariyalarga yozib qo'yinglar aka. Zaryadkalar yurganda ishlaydi, monitor, kuller. Mana bu yoqda 220 ekan. Kabellar chiqarib qo'yilgan. Avtobusda hamma sharoiti bor, do'stlar. Xullas, do'stlar, shuna komfort avtobusda ketmoqchi bo'lsanglar, telefon qilasizlar, ekranda ishonchli nomerlar bo'ladi. Tanlovda dashboardlar nomerlarni yozib qo'yamiz, do'stlar. Cho'tki qilib vatangacha musofirda yurgan ukalarni olib keta olamiz. Samolyotdan ko'ra arzonroq. Hamma sharoiti bor. 60-70 kilogacha yuklarni olsanglar ham bo'laveradi. Yuklar mutlaqo besplatniy. Yukka pul olinmaydi, do'stlar. Shunaqa gaplar. Kimda qanaqa savol bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, kommentlarda javob beramiz. Yoki bo'lmasa WhatsApp, Telegram, Max, rossiyskiy, O'zbekiston nomerlarida bor. Aloqaga chiqib biz bilan bog'lanib, kelib shunaqa avtobus, komfort avtobuslarda ketsanglar bo'laveradi. Bu yoq mana bu avtovokzalgacha avtobuslar, do'stlar. Tanlovda tashqi qolmanglar, bitta like bosib, podpiskani bosib, podashkada bo'linglar. Yo'llardagi holatlarni ham qo'yib boramiz. Kanalimizga bitta like, podpiskani bosib, kuzatib boringlar, do'stlar. Salomat bo'lasizlar.